mutlaqo tekinga va skidkadagi tovarlarimiz. Bitta narsani aytib o'tib ketaman. Telefonda nechta ko'rinib turgan bo'lsa, shu narsalar bor. Birpas ko'pchilik ishonmayapti. Bepulga bunaqa narx yo'q deb. Telefonda bitta turgan bo'lsa, bitta, 5 ta turgan bo'lsa, 5 ta bor. Faqat tez tugayapti, usbet qilib qolish kerak. Mana bu yerda har xil ledlar bor. Ish ruchkalar, bular mutlaqo tekin. Mana shu videodagi. Jiguli zapchastlarimiz bor. Mutlaqo tekin. 15 ming so'm. Bu Nexia 2 Lacetti bilishni. Nexia oldi arqa amortizatorlar bor. 4 tasi 300 ming so'mdan. Damas oldi amortizator bor. 2 ta oldi 150 ming so'mdan. Damas benzin asoslar bir marta qo'yilgan, lekin ishlaydi 50 ming so'mdan. Bagajda orasiga mana shunaqa qizil yonadigan svetimiz bor. Mana 50 ming so'm. Migalka bor 25 ming so'm. 220 mingdan sotilgan lupali ledlarimiz 40 ming so'mdan. Kalotka, switchalar o'tgan videomizda qolgan. Mana yerda zubchat remenlar bor. Damas Lacetti Sons 1.6 35 ming so'mdan hamma mashina. Mana bu yerda ikkita chexol bor. Bu universal chexol, mutlaqo tekin. Bu Nexia 3 ga mutlaqo tekin. Buni bitta akamiz berib kelishi, kerakli odamga beringlar. Uyda bekor turibdi deb. Shunaqangi skidkalar o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lishni unutmang. Bu videoni tezda yaqinlaringizga yuborib qo'ying.